S oddiy modda bilan birga suv chiqadi ekan, to'g'rimi? Demak, tarkibida nima bor moddani? Kislorodi yo'q, nasi bor, vodorodi bor, to'g'rimi? Vodorodi, H bor ichida. Hozir shuni xulosa qilamiz. Keyin oddiy modda hosil qiladigan moddalar kamdan kam lekin. Oddiy modda va kimyoviy faol bo'lmagan oddiy modda bu azot bo'lishi mumkin degan holatda ham hidi borligi uchun ham ammiak hidi, shuncha A moddani olgan shunda ammiak modda bo'laysizlar. Bir taxminlaringiz bo'lsa, B gazi kislorod mol bo'lganda yondirilganda, masalan, B gazni pasratda qurg'oq nitat bilan emas ko'tib reaksiyasini. To'g'rimi? Shundan nima chiqqan ekan? Qora rangli cho'kma chiqqan, to'g'rimi? Qora cho'kma. Demak, ikkinchi xulosaga kelamiz. Qurg'oqning sulfit bo'lishi mumkinmi bu modda? To'g'rimi? Bu yerda qora rangli modda va bu moddaning chiqib olishida H2S modda bo'ladi. Gaz bo'lganligi uchun. Shunda H2S ni yoqsakdan chiqadi. Kislorod mol sharoitda 600 bilan suv chiqishi mumkin. Kislorod kam bo'lsa yoki SO2 bilan suv chiqadi, ko'p bo'lsa, to'g'rimi? Demak, bu yerda chiqqan bu ammiak edi-ku, to'g'rimi? Modda ammiak bo'lsa, bu chiqqan moddani bo'ladi ekan, azot qilaman ekan, shunda S moddasi chiqqani S modda va keyin B gaz yondirilgan vaqtida D gaz chiqqan, to'g'rimi? Endi bu D gaz deb olasizlarmi? Mana shu D gaz SO2 qo'shamiz bromni va suvni. Nima chiqadi shunda? H2S4 bilan H brom chiqadimi? Shundan gap chiqib 16 gram bo'lgan bromni rangslantiradi, to'g'rimi? 0,1 mol brom bilan 16 gramni molni topsak, 16 ni 160 bo'lsangizlar 0,1 mol bo'lsa, bu ham necha chiqadi? 0,1 bo'ladi. Bu 0,1 bo'lsa, bu ham 0,1 bo'ladi shunda. Endi ammiakni topish aytdi. Ammiak yongan vaqtida, modda yongan vaqtida azot bilan suv chiqadimi? Olti beda. Suvning massasi 504 gram bo'lsa, suvning molini topsak shudagi 504 gramni bo'lasizlar 18 ga. Necha bo'ldi? Bu 0,3 bo'lsa ammiak necha bo'ldi? 0,2 bo'ldimi shunda? Ammiak 0,2 mol ekanda. Bu moddasi 0,1 mol ekan. Qisam 3,4 gramdan bo'lib turib, to'g'rimi? 0,2 ni 7 ga ko'paysak necha? 3,4. 0,1 ni 34 ga ko'paysak ham, shu ikkisini ko'rsak necha bo'ldi shunda? 608 bo'ldimi? To'g'ri gap tutdik-ku, to'g'rimi? A gazni moliya massasi necha bo'ldi shunda? A gazi birinchi savolda ammiak bo'ldimi? 17 bo'ldimi javobi? Ikkinchi savolda B gazni massasini toping desa, B gaz bunday, 0,1 mol H2S. Massa H2S desalar, 0,1 ni 34 ga ko'paytiramiz, 3,4 gram. Uchinchisi, qancha S gazi hosil bo'ladi deydi. S gazi beray azotmadi. 0,2 moldan shundanchalik hosil bo'ladi yonganda 0,1 mol chiqadimi? Massa azotni topsangizlar 0,1 molni 28 ga ko'paysak necha bo'ladi? 2,8 gram bo'ladi. Keyingisi D gazining formulasini toping deydi. D gazi. D gazi SO2 ma demaydi. D gaz deganimiz 4-savolda SO2 ekan. 5-savolda D gaz bilan reaksiyaga kirish uchun qancha 16% yetmasi kerak bo'ladi desa, SO2 ga qo'shamiz brom plus suv. Mana chiqqan mol 0,1 beradi-ku, to'g'rimi? Bu 0,1 bo'lsa, bu ham 0,1 bo'ladi deb olasizlar. H2SO4 bilan H brom chiqadi. Massa yetmani topganlaringizda 0,1 ni 160 ga ko'paytirib 0,8 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi shunda? 16 ni 108 ga bo'lamiz. 8 ga bo'lamiz, 200 chiqadi shunda. 6-savolda olingan gaz aralashmasining o'lchami S gazi nima? Azotmi? Buni moliya massasi 64 mol 28 bo'lib turibdimi shunda? O'rtacha moliya massasi 46. Bundan bunasak 18 to'g'rimi? Bundan bunasak ham 18 chiqadimi shunda? 1:1 nisbat bo'lib turibdimi? 6,72 litr bo'lsa D gazi shunda bo'lmaydi. B esa S gazi madi. D gazi shunda 0,3 mol bo'lsa,
Bu ham necha mol bo'lishi kerak? 0,3 mol bo'lishi kerakmi? Shundan massa azotini topib olamiz. 0,3 ni 28 ga ko'paytirasizlar, 8,4 gram chiqadi. Xo'p, shunda 0,2 ni ko'paytirasizlar, 2x plus 48 moliya massaga plus 0,1 ni ko'paytirasizlar, x plus 32 moliya massaga. Shunday massasi necha chiqadi ekan? 36,8 chiqar ekan. Keyin necha bo'ladi? 0,4x plus 9,6 plus 0,1x plus 3,2 teng 36,8. İkisini qo'shsak 0,5x plus 8 12,8 teng 36,8 ga. 0,5x teng 24 bo'lib, x teng 48 chiqadi ekan shunda. Shunga bo'lib qoldimi? Titan bo'ladi ekanda, to'g'ri, zali xunli modda bor. Titan 2O3 va titan O2 degan moddalar borda. NO bilan ftordan tashib topgan aralashma Rho ertani pga bo'lasizlar. Rho ni qiymati necha ekan? Rho 2 ekan va R ni qiymati 8,3, T ni qiymati 273 ga qo'shasizlar -33 ni. Kattadan topamiz shunda. 240 kelvin. Pada bo'lsa bosimi 120 mi? Qisqarib kelsa 1,2 bo'ldi. B4 bo'lsa 25 u 2 bo'ldi shunda. Yani 33,2 gram taqsim mol. Qaysi gazlar bor dedik? NO bilan ftormi? NO ni moliya massasi necha? 30 dorim, ftorniki necha? 38. 33,2 bo'lsa bir de 408 ga 3,2 bo'lgan nisbati 3 ga 2 nisbatda bor bizga. Keyin ftorning hajmi uchun toping desa, umumiy bu 3 litr, 2 litr bo'lsa, umumiy 5 litr bo'ldimi shunda? Hajmining o'lish ftorni topsak, 2 ni 5 ga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. 40% chiqadi shunda. Javob to'g'ri. Plus z 2 8 x to'g'rimi? X bilan z ni yig'indisi necha ekan shunda? 20 ekan, to'g'rimi? Bu degani nima degani? Shudan necha plus bo'lsa, bu yerda shuncha elektron bo'lishi kerakmi axir? Shunda z teng nima yana tenglama? 10 plus x bo'ladimi? Bu yerda 10 plus x bo'ladi, shunda z teng. Tushundingizmi? Ikkisini ishlataversak, x plus z o'rniga 10 plus x qo'yib yuborsangizlar teng 20 bo'lsa, shunda 2x teng 10 bo'lib, x teng necha chiqadi? 5 chiqadi. Ya'ni 2 8 5 bo'lsa fosfor ekan shunda. Barcha variantliklarni toping desam chiqib bo'ladi variantliklari. 3 5 variantda bo'laman. 246 barchalanganda platina chiqadi ekan, plus x dana alfa chiqadi, plus x minus 6 dana elektron chiqadi ekan. Minus 1 ga 0 bo'ladi ekan. Elektronni zaryadi nomeri to'g'rimi? Z. Platina nomeri necha? Atma. 78-nomer platina. Shunda z teng necha bo'ladi ekan? 78 plus 2x plus lekin minus 1 ko'paytirilgan x minus 6 bo'ldi-da. Вообще darajada navbatda. Matematik jihatdan. Zali kovsdan bir ochib qo'yamiz. Demak, buni z teng shunda 78 plus 2x minus x plus 6 bo'ldi, to'g'rimi? Shunda z teng 78 6 ni qo'ysak 84 plus x bo'lib qoldim. Keyingi tenglama. Yuqoridan 246 teng a plus 4x bo'lib qoldim. Shunda n topsak necha bo'ladi? 246 minus 4x bo'ldi, to'g'rimi? Keyin neutron soni elementniki necha bo'ldi? Neutron soni elementniki 246 dan olamiz z nimi? Z ni o'rnidan qo'yamiz 246 minus 84 minus plus x bo'ldi qovus ichida. Buni atlasak 2 6 162 minus x bo'lib boshladim. Bunda esa neutron soni platina necha bo'ldi? A minus 78 bo'ldi. Bundan n o'rnidan qo'yamiz necha? 246 minus 4x. Bu minus 78 yana.
8 3 bo'lib qolsa 6 168 minus 4x bo'lib qoladimi shunda? X'ning nisbati qancha ekan? Platina bilan elementniki. Platinani boshda yozamiz, buni keyin yozamiz. 168 minus 4x ni 162 minus x nisbati 4/5 ekan. B'da z ni topganda 84 plus x bo'lsa necha bo'ladi bu ham? 96 bo'ladimi? Demak, elementda 96 ga 246 bo'ldi. Elektron soni necha bo'ldi? Shunda 96 bo'ldimi? Neutron soni necha bo'ldi? 150 bo'ldi. E2 plus B2 dan B3 hosil bo'lgan bo'lsa, hamda yuqorida x kvadrat bo'ldi. X necha bo'ldi shunda? 4 bo'ldi. Yildiz osti 16 bo'lib chiqadi, to'g'rimi? X kvadrat teng 16 bo'ladi-da. Bu 4 bo'lsa, boshda 0 bo'lganmadi, plus 4 qo'shildim. Bundan minus 6, bundan minus 2 ketadimi? Boshdan necha bo'lgan bu? 3 bo'lgan, bu esa 7 bo'lgan, to'g'rimi? 400 gradus Selsiyda tezligi necha ekan? 16 ekan, to'g'rimi? Yaxshi, buni undab ishimiz formula bilan. VT2 taqsim VT1 teng gammani T2 minus T1 taqsim 10 bo'ladimi? VT2 ga qo'yasizlar 0,5 edi, to'g'rimi? T2 harorati necha edi? T2 harorati necha? Ikkinchi holat 350 gradus Selsiy, undagi tezlik bo'lsa 0,5. Shundan 0,5 taqsim 16 teng gammani T2 deganimiz necha? 350 minus 400 taqsim 10 darajasi bo'ldi. Shunda 1 taqsim 32 teng gammani minus 5-si bo'ldi. 1 taqsim 2 ni 5-si teng 1 taqsim gammani 5-si bo'lib, gamma teng 2 chiqadi shunda. Aluminiy xloridni nima chiqadi? Aluminiy gidroksid cho'kmasi bilan kaliy xlorid chiqadi, to'g'rimi? Ana keyin shu aluminiy gidroksid cho'kmasi noda erkib biladi ekan. Cho'kmasi noda erib biladi, kaliy OH erib biladi. Shunda kaliy aluminiy OH4 chiqib biladi ekan shunda. Ko'rdingizmi? Ya'ni ikkinchi probekada nima bor ekan shunda? Ikkinchida kaliy OH, uchinchida aluminiy xlorid bo'ladi ekan sizlar. Sababi 2 bilan 3 ni qo'shdi, sizlar cho'kma tushdi, shu cho'kmani chiqib biladi ekan. Ikkinchidagi da erib ketib biladi ekan ko'p bo'lgan vaqtda. Ikkinchidagi probekadagi eritmaning ortiqcha miqdorda eriydigan cho'kmalar qo'yibdi-ku. 3-chi bilan 4-chi qo'shsak nima bo'ladi ekan? Reaksiyaga kirishmaydi ekan, to'g'rimi? 4-chi shundan nima bo'lishi mumkin? 3-chi aluminiy xlorid madaxi 3-chi bilan 4-chini ko'rsak, H xlor bilan girisham bir reaksiyaga. Girishmaydi-ku, to'g'rimi? Demak 4-chi H xlor shunda. Demak, birinchi modda nima bo'ladi ekan sizlar? Pastda bergan bu javoblari. Ammiyak bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni birinchi bilan 4-chini qo'shsak, neytral deydi qo'yibdi-ku. Birinchi shunda ammiyak bo'ladi deb olsak bo'ladi. H xlor qo'shsak, neytrallanish bo'lmoq shunda. Ya'ni ammiyak qanday muhit? Ishqoriy, asosli muhit deysizlar-da, asosli. Sabab ishqoriyni kuchsizroqi. Kuchsiz ishqoriy. Bu kristal muhit. Shunda bu birinchidagi, bu 4-chidagi bo'ladi ekan shunda. Moslab chiqamiz. Aluminiy xlor uchunda 3-chi A ga 3 bo'ladi ekan. Keyin ammiyaka birinchi, B ga 1, kaliy OH ikkinchi, S ga 2, D ga 4 shunda. Ko'rdingizmi? Metal 1 valentli, metal 2s4 deb yoziladi. Dissosiatsiya nima chiqadi? Metal 2s4 massasini topsak bo'ladimi? 20 ni ko'paytirasizlar 0.0435 ancha chiqadi. 0.87 gram shunda. Ionlarni molini topamiz. Shu tuzning ionlari mavjud deb qo'ydik-ku. Ionlarni molini topamiz. 7.2 ni bo'lasizlar 6 ni o'zida bo'lasizlar ekan. 6 ko'paytgan 10^23. 1.2 chiqib bu ham 0.012 chiqadimi? Shu 0.012 mol ion necha foiz
alfada chiqqan 80% da chiqqanmi? Yuzlanish darajasi 80% bo'lganda 100% dancha chiqaradi. 0.015 mol chiqadimi? 0.015 mol bo'lsa 2x x da bosamizda 3x ionning miqdori 0.015 bo'lsa x necha bo'ladi shunda? 1005 bo'ladimi? Buning miqdori 1005 bo'ladimi shunda? Moliya massasini topamiz. Shunda 0.87 ni 1005 ga bo'lasizlar. 1005 ga bo'lasizlar. Topilganini 870 ni 5 ga bo'lamiz. 100 yaxshi son chiqadi. 174 mi? 174 chiqadi. Shunda kaliy bo'lishi mumkinmi? Kaliy 2 SO4 bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? 174 moliya massasi. Buni so'rab qo'yadi o'zi. Kaliy to'g'rimi? Metalni so'rab qo'ydi. S javob ekan.